omadli biznesmen, muvaffaqiyatli biznesmen degan o'sha terminlarni endi o'ldi bu terminlar. Endi kelajakda, yaqin kelajakda ham, uzoq kelajakda ham bu terminlar уже sekin-sekin ishlatilishdan chiqib, o'zi o'sha nima deydi, slovarlardan ham o'chib ketadi. Nimaga? Kelajakda endi qaysi tadbirkorlarning biznesi rivojlanadi? To'g'ri qaror qabul qila oladigan tadbirkorlarning biznesi rivojlanadi. Biznesi zo'r tushiradigan, zo'r boshqara oladigan yoki bir yaxshi hisob-kitobga usta yo bu tomonlar уже muvaffaqiyatni belgilab beradigan asosiy faktor emas, уже 2, 3, 5, 10-darajaga tushib ketdi. Masalan, oldingi tadbirkorlarda faqat muammolar bo'lardi, lekin yechim variantlari bo'lmas edi. Shu yechim variantni qidirishardi, unga murojaat qilishardi, bunga falon agentliklarga masalan yaxshi ro'p olish kerakmi, yaxshi marketolog bizga yordam bera oladi deb, xullas o'zlarini o'tga, cho'qqa urib shu yechimlarni qidirishardi, lekin variant bo'lmas edi. Hozirgi tadbirkorlarda aksincha variantlar juda ham ko'p. Masalan, Google ga yozsa ham shu ChatGPT degan narsalar bor. Masalan, ChatGPT ga yozsa, u ham to'g'ri agar formulirovka qilib savolini bersa, to'g'ri variantlarni chiqarib beradi. Shu kasbni ustalari bor, misol uchun kerak bo'lsa angliyalik, shvetsariyalik, braziliyalik mutaxassis ham bilan bemalol hozir aloqa qilib, muloqot qilib, shu o'zingizni muammoingizni aytib, til bilmasangiz ham o'shani nima deydi, muammoingizni davosini, yechimini o'shalardan so'rab bilsangiz bo'ladigan payt keldi. Ya'ni hozirgi tadbirkorlarda variantlar juda ham ko'p. Faqat bitta muammo bor, o'sha variantlar ichida eng to'g'risini tanlash, to'g'ri qaror qabul qilish. Ziqna, qizg'anchiq biznes egalari bo'ladi-yu, ularning ham bizneslari endi tamom bo'ldi, rasvo bo'ldi, aniq bitta cho'kishni boshlaydi. Unaqa biznesmenlar nima qilishadi? Ular misol uchun hamma narsadan ekonom qilishga harakat qilishadi. Mahsulotni tan narxini tushirish uchun xom ashyodan ekonom qilishadi, sifat tushib ketadi. Hozir bunaqa kuchli raqobat, bunaqa shiddat bilan rivojlanayotgan davrda agar o'sha nima deydi, bir necha foizga, mizerli foizga o'sha sifatingiz tushadigan bo'lsa, bir deganda bozordan chiqib, uchib chiqib ketasiz. Bu birinchisi. Marketingdan ekonom qilishadi. Marketingdan hozirgi zamonaviy biznesda $1 yodida tursin, 1 sent ekonom qilib bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Naborot, oyma-oy ko'proq pul sarflashga majbursiz. Chunki reklamangiz bo'lmasa, marketing faoliyatlarini amalga oshirmasangiz, nima deydi? Siz biznesingiz prosta shu bilan yuradigan bo'lib qoldi. Shu biznesingizni dvigatelini o'sha benzini bo'lib qolgan, misol uchun. Ishchilarga misol uchun oylikdan ekonom qiladigan shunaqalar ko'p-da bari hozir ham bor. Bular ham sinadi. Nimaga? Oldin ish kam bo'lardi, hozir ish ko'p. Ish serob. Oldin ish kam bo'lardi, yaxshi ish topish qiyin edi. Hozir ish serob, hozir yaxshi ishchi topish qiyin. O'shaning uchun ishchilarning oyligi, bonusi o'sha haqidan ekonom qilaman desa, kamaytiraman desa, bir deganda boshqa undan yaxshi taklif berayotgan, undan sal ko'proq, sal emas, balki yaxshiroq, ancha ko'proq oylik beradigan kompaniyalarni topib, bir deganda o'sha yoqqa o'tib olishadi. Mana hozir umuman zamonaviy biznes o'zgarib ketgan. Zamonaviy biznesda o'sha hozir aytganimdek to'g'ri qabul qiladigan, qarorlarni qabul qiladigan tadbirkorlarni kosasi oqaradi. Ziqna tadbirkorlarni hozir aytib o'tgandek kosasi oqarish tugul prosta sinib, chilparchin bo'lib ketadi.